1987-yilda dunyoga mashhur Ginnesning rekordlar kitobi Marokashning Fes shahridagi bir oliy o'quv-gohni ro'yxatga oladi. 1988-yilda esa Fesdagi bu oliy o'quv-goh, ya'ni universitet, dunyoda eng birinchi bo'lib faoliyat boshlagan universitet qatori rekordlar kitobiga kiradi. Assalomu alaykum. Bugun Ramazonning 2-10 kunligi nihoyasiga yetib turibdi. Ertaga 3-10 kunlik, ya'ni bu 10 kunlikda Xudoning amri bilan millionlab insonlar jahannamdan ozod etiladilar. Inshaalloh. Biz bugungi mavzuda dunyoga mashhur Oksford va Sorbon universitetlariga ilhom bag'ishlagan bir o'quv-goh tarixiga nazar tashlaymiz. 9-asrda ikki opa-singil to'satdan oilasidan ajrab yetim qoladilar. Maryam va Fatima al-Fihriylar. 9-asrda yashagan va islom sivilizatsiyasining buyuk ayollaridan biri bo'lgan Fatima al-Fihriy. U dunyodagi ilk universitet, Al-Qarovin universitetiga asos solgan ayol sifatida dunyoga mashhur. Bu universitet faqat Marokash yoki islom olami uchun emas, balki butun dunyo uchun ilm va ma'rifat manbai bo'lgan. Fatima al-Fihriy 9-asr boshlarida Tunisdagi Qayruvan shahrida tavallud topgan. Uning oilasi boy va ilmli kishilardan iborat bo'lib, keyinchalik Marokashning Fes shahriga hijrat qiladi. Uning otasi Muhammad al-Fihriy savdogar bo'lib, bolalarga chuqur ilm olishni targ'ib qilardi va molini madrasa toliblarining ilmi uchun sarf qilardi. Fatima va uning singlisi Maryam al-Fihriy otasi o'tgandan keyin katta boylik, merosga ega bo'lishadi. Ko'pchilik bunday boylikni shaxsiy hayoti uchun ishlatishni ma'qul ko'rgan bo'lardi. Ammo Fatima uni Alloh yo'lida sarf qilishga qaror qiladi. 859-yilda Fatima al-Fihriy o'z mablag'i evaziga Al-Qarovin universitetini qurishni boshlaydi. U bu universitetni ilm markazi sifatida shakllantirish niyatida bo'lib, uning qurilishini shaxsan kuzatib boradi. Qurilishning birinchi kunidan boshlab Fatima roza tutishni boshlaydi. To universitet to'la bitmaguncha roza tutishni nazr qiladi. Bilasizmi, universitet necha yilda bitgan? 10 yil. Ha, 10 yil. O'quv-gohning asosiy korpusi 10 yilda bitgan. Fatima 10 yil to'xtamasdan roza tutgan. Har kun kelib shaxsan o'zi qurilishni kuzatib turardi. Yana ajoyib ishlardan biri shuki, Fatima qurilish vaqtida fundamentning har bitta g'ishti qo'yilganida Bismillah Allohu akbar, Bismillah Allohu akbar, yo Parvardigoro, bu g'ishtlarni qiyomatgacha turishi uchun qo'yyapmiz. Yo Rabbim, o'zing bizdan buni qabul etgin deya to'xtamasdan duo qilardi. Al-Qarovin universiteti 1-ming yillikning 9-asrda qurilib, bugungi kungacha faoliyat yuritayotgan dunyodagi eng qadimiy universitet bo'lib qolmoqda. Bu yerda fiqh, mantiq, matematika, tabiiy fanlar, til va adabiyot o'qitilgan. Ginnes rekordlar kitobiga ko'ra dunyodagi eng qadimiy oliy o'quv-goh yurti deya tan olingan. Bu yerda yevropalik olimlar ham tahsil olgan va islom ilmini g'arbga yetkazishda muhim rol o'ynagan. O'sha davrlarda ayollar uchun ilm olish kamyob bo'lgan. Lekin Fatima o'quv-goh orqali ayollar ham bilim olishi mumkin bo'lgan muhitni yaratdi. Al-Qarovinda berilgan ta'lim g'arbni ham yoritgan. Yevropaning ko'pgina universitetlari, jumladan Oksford va Sorbonna uning ta'lim tizimidan ta'sirlangani aytiladi. Fatima al-Fihriy nafaqat o'z davrida, balki butun insoniyat tarixida ilmni taraqqiy ettirishda ulkan xizmat qilgan ayollardan biri hisoblanadi. Uning ishi nafaqat musulmonlar, balki g'arb ilm olami uchun ham ulkan hissa qo'shgan. Universitet ochilgandan keyin ba'zi odamlar bu ayol qurgan maktab deb uni pastga urishga harakat qilishdi. Ammo vaqt o'tishi bilan Al-Qarovin universiteti ilm markaziga aylanib, juda katta nufuz qozongan. Hatto Yevropadan ham odamlar kelib ta'lim ola boshlagan. Universitet qurib bitkazilgandan keyin Fatima shaxsan birinchi bo'lib u yerda dars eshitgan kishi bo'ldi. Bu bilan u shunday bir ruhiy saboq berganki, men buni faqatgina qurib ketish uchun emas, balki ilm bilan amal qilish uchun ham qurdim deb aytadi. Fatima bu ilm markazida o'zi ham bir necha muddat tahsil olgan. Keyin uning ortidan ko'plab olimlar kelgan. Bir tasavvur qiling, bir ayol yolg'iz qolgan, sabr bilan yillar davomida roza tutib, o'z boyligini Alloh yo'lida sarf qilib, ilm markazini barpo etdi va uning ilmi asrlar davomida butun insoniyatga yorqin nur bo'ladi. Fatima al-Fihriy uni qurib bitirgach, ta'lim tizimini o'z egalari uchun topshiradi va universitetning ichki ishlariga hech qachon aralashmaydi. Aytganimizdek, Fatima o'zi qurgan o'quv-gohda o'zi ham pul to'lab bir necha yil ta'lim oladi. Subhanalloh. Fatima puldorlar uchun katta namuna. Hozirgi puldorlar o'quv-gohlarga, maktablarga, madrasalarga yordam bermasin ekan. Binoni qurib bergan kishi bo'lib, bino yotamda ismini qo'yaylik. Meni bolam bekorga o'qisin. Nega baho qo'ymadingiz? Biznikilar borsa xo'p deb qo'yavering. Birodar, bunaqa ihsonni qilmaganingiz yaxshi. Chunki bunday ihsoningiz qiyomat kunida zararingizga hujjat bo'ladi.
O'rni kelganda yana bir narsa. Bu meni shaxsiy fikrim, ehtimol xatodir. Juma namozlarida imomdan duo so'rash. Mayli boshiga musibat tushib qolsa, biror shar'iy hojatlari bo'lsa jamoatdan duo olish yaxshi. Ammo falonchi mana bu ihsonni qilibdi. Imom duo qilib qo'ysin deb imomga xat kirgizish, bilmadim. Olamlarning Robbisi qalbingizda kechayotgan ishlarni bilib turadi-yu, zohiriy ishingizni bilmay qoladimi? Ihsonni qilib uni hammaga e'lon qilish shartmi? Xullas, ilm yo'lida ixlos bilan sarflangan mol behuda ketmasligini Fatima hayotida ko'rishimiz mumkin. Ayollar ham jamiyat ravnaqiga ulkan hissa qo'shishi, tinmay harakat qilgan inson o'z izidan abadiy yaxshilik qoldira olishi mumkin. Fatima al-Fihriyning hayoti har bir musulmon ayol va erkak uchun katta ilhom manbaidir. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam kambag'al bechora, miskinlarga qattiq gapirmanglar. Ular jannat